Onajon, agar yo'q demasangiz, ozgina kasalligingiz bo'yicha gapirib bersangiz. Mana u tush sohamda hozir 64 millimetrlik o'simta bor. Shu 8-kuni o'zimni qo'yarga joy topolmayman. Bular ham kirib ketolmaydi. Azonga borib 3 ta limfa tushdi ichimda. Azonda yana turib ustalarga nima qilaysam, endi 2,5 litr qon ketdi peshivotda. Mana men 72 yoshda bo'lishimga qaramasdan metastazlarim ko'p, 6 ta 7 ta joyga metastaz bergan. Shu kasallik bilan kurashyapman. Mana yana bitta Halilani yaxshi tomoni, boshimda mana shunday soch bo'lmagan. Shu sochlar chiqdi. Ertasiga yana holatim yaxshilandi. Ovqat so'radim, lekin ovqatni yeyolmayapman. Tuzalishga kelyapman. Demakki, Halila mahsuloti juda yaxshi mahsulot ekan. Assalomu alaykum Halilaning aziz va qadrli kuzatuvchilari. Biz Farg'ona viloyatidamiz, Qo'qon shahrida Qurbonay ayamizning xonadonlariga tashrif buyurdik. Hozirgi paytda Halila mahsulotini iste'mol qilib, qay darajada natija ko'rganlarini o'zlaridan so'raymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum Yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Sizni ko'rib turganimda juda ham xursandman. Birinchi marta siz bilan gaplashganimda shunaqangi kuchli ayollar ham borligiga shu gap yo'q deganman. Chunki o'zingiz tanishtirgansiz esingizda bo'lsa, kim bo'lib ishlaganingiz, nimalar qilganingiz haqida aytib o'rgandingiz. Onajon, agar yo'q demasangiz, ozgina kasalligingiz bo'yicha gapirib bersangiz, sizni ko'rayotgan insonlarga aynan nima kasallik bilan kasallangansiz, nimalar bo'lgan? Avvalambor mana shu assalomu alaykum deyman mana. Hammalaringga xush kelibsizlar. Kelganlaring uchun rahmat. Qadamlaringga hasanot deyman. Chunki bunaqangi ishlarni hamma ham qilavermaydi. Chunki men sizlar bilan 10 tabib hisoblanasizlar. Men hamma ko'rgan tabiblarim ichida eng muomala madaniyati ustun Halila kompaniyasi deb bildim men. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Salomat bo'ling. Endi menda kasallik asosan 22-yil avgust oyidan boshlangan. Shunda men haligi yutishim qiyinlashganini bilib, shu paytda mahalla raisi bo'lib ishlar edim. Farg'onaga malaka oshirishga jo'natishgan. Hech kimga indamay, chunki oilaga bildirmayman degan maqsadda ketaverganman. Yashirgansiz? Yashirib, o'sha yerda birinchi o'rinda olib kelganman. Imtihonlardan eng oliy nimani olib qaytib keldim. Qaytib kelgandan keyin 31 iyul kuni edi qaytib kelgan kunim. Keyin hokimiyatdan nimaga boramiz, Chodakka boramiz deyishdi. Endi bormasam qizim aytdiki, ona juda ham ozib ketyapsiz nimagadir. Boring, o'ynab kelasiz dedi. Aytdim, qizim bormasamchi, chunki menda o'sha holsizlik kuchayyapti. Yotgim keladi xolos. O'sha yerda bildim 21 kilo ozganimni. Chunki kelishimizdan bir kun burun aytdi bizni tekshiruvdan o'tkazishdi. Men aytdim 21 kilo ozibman. Ballar sezib qolmasa endi dedim-u. O'sha payt ham bilgansiz bu kasallik yoki indamagansiz hech kimga? Bilganman-u, shu open byudjetni yakunlab olsam, hamma narsa Allohdan. Allohga kechasi yotib tahajjud namozini o'qir edim, 2 da turib aytardimki, Allohim shu open byudjetni yakunlab olay. Bemorlar, mana shu qariyalar, bolalar mana shu surunkali enterokalitdan xoli bo'lsin, mahallamiz obod bo'lsin, mana shu kasalliklarga chalinmasin. Endi men 70 yoshga kirdim. Bag'i Allohga tavakkal. Tuzalsam tuzalarman, tuzalmasam uyog'i Allohdan. Farzandlarimga bildirmayman dedim. Shu bilan o'sha yili men 70 yoshga kiraman. 20-avgustda bular usta solib tayyorgarlik ko'rayotishibdi. Hech narsa demadim-u, yana ertasiga ishga qarab chiqib ketdim. Ishga chiqib bordim. O'sha holsizlik kuchli, haligi mahallaga plus yerlarda nimasini ham qo'yib qo'ygan. Pulini, to'lovlarini qabul qilishda
Men aytdimki, unda 7lik emas, 5lik edi. Men aytdim, endi dedim ko'chaga chiqamiz. Ne haligi yoshlar yetakchisi aytdiki, xola, issiqda qana chiqamiz dedi, yayrab kelamiz. Mashinani nima qiling, Abdulaziz dedim. 5 kishi chiqdik. Mahallani 5 gacha aylandik. 5 gacha aylanib, bular charchab ketdi, men-da holsizlikni sezdirmadim. Chunki meni farzandlarim ham bular ham bilmasligi kerak dedim. Keldim, hamma отчетlarni hokimiyatga berdim, o'zimizni ishxonaga berdim. Berib bo'lib, o'sha yerda qanday hushsiz holatga kelganimni bilmayman. O'sha yerda istim ham ko'tarilib ketibdi. Yoshlar yetakchisi ko'tarib mashinaga olib chiqib, doktorga borganini ham bilmayman. Farhodjonni chaqirishibdi o'g'limi. Bular yetib keldi, kapnitsani olib bo'lib, "Yo'q, men yaxshiman, jinday shamollab qolibman shekilli" dedim. Yana ishlab yuraverdim. Shu avgust oyini o'rtasida ustalar keladi deb, o'shanda ham uyqusizman. O'zi uyquni yaxshi ko'rmayman. 1-2 gacha uxlayman, keyin turaman. Ustalarga 7 ta usta ishlaydi. Haliginga 7 ta piyolarni qo'ydim. 2 ta bankada 2 ta piyolarni og'ziga yopdim-u, yopib sovuq choy qilish maqsadida. Ular nima ichmasin, suvimiz yaxshi emas deb. Shuni ustiga pishivoddan 1 litrga yaqin qon kelib, o'sha yerda o'zimni tashlab yuboray dedim. Farhodjon yugurib chiqdi. Qizim bilgan yo'q. Aytdim, Naziraga bildirmang, Farhodjon yuragi yorilib ketmasin o'g'lim dedim. Darrov o'zi Farhodjonni o'zi hali qonlarda artdi-yu, men aytdim, menga dedim, jinday shakar choy qilib bering dedim. Faqat xotiningiz bilmasin dedim. Xo'p dedi. Shu bilan haligi choyni ichdim-u, yana ishga qarab ketdim. Doktorga bormadingiz yana? Yo'q, bormadim. Undan burun o'zi nima qildirdim? Gastrofibroskopiya qildirdim. Borib qildirsam, aytdiki, sizda gripkoviy заболевание hech qanaqangi sizda nima yo'q dedi. Bu kasallik yo'q. Ona hijolat bo'lmang, ishingizni qilavering dedi. Shu bilan opin byudjetdan telefon qilishdi. Biz boryapmiz, o'zingiz tepasida turmasangiz bo'lmaydi deyishdi. Ha, bo'pti dedim. Kelib haligilarda birma-bir yurib, hamma joyda terga botib ketib, 4 ta ro'molcha olganman. Zapas qilib bitta chit ro'mol olib, haligi terlarimni artib yurdim. Hech kim sezmasin deb. Uyga keldim-u, yotib qoldim. Bular keldi. Farhodjon, ona, ha, nimaga yotibsiz dedi. Men aytdimki, charchabman shekilli dedim. Opin byudjet boshlandi dedim. Desam, ha, bo'pti, boshlangan bo'lsa yaxshi dedi-yu. Azonda yana turib ustalarga nima qilaysam, endi 2,5 litr qon ketdi pishivodda. Shuni ustiga Farhodjon yugurib chiqdi, orqadan qizim yugurib chiqdi. Ko'rdi-yu, Toshkentga olib boramiz. Men aytdim, yo'q, qizim, bu qon endi shamollagandirman, boshqa bo'lgandirman desam, yo'q, ona, bizga sizni sog'ligingiz kerak dedi, ikkalasi ham. Keyin hali katta nevaram chiqib ketayotganimda aytdiki, buvijon, siz hijolat bo'lmang, opoqim ikkalamiz ustalarga yaxshi qaraymiz. Siz tuzalib kelsangiz bo'ldi dedi. Ko'zida jiqqa yosh katta nevaramni. Bo'pti o'g'lim dedim, chiqib ketdik. Уже 5 kunda diagnoz aniq bo'ldi. Shu nimani nijniy 3-qismda ser aniqlandi. Farhodjon yig'ladi. Ona, sizsiz bizga hayot yo'q. Men ko'p narsani sizdan o'rgandim. Hayotni go'zalligini ham sizdan o'rgandim. Bag'da qizim yig'layapti. Qudam turibdilar. Qudamlar Toshkentda yashaydi. Haligi Saidamir shunday quchoqlab, buvijon, siz endi o'lasizmi? Siz o'lsangiz menga hayotning qizig'i yo'q. Siz o'lsangiz men ham o'lishim kerak. Dedi, mana buving borlar o'g'lim. Hali men o'laydigan holatga kelganim yo'q. Hali o'lmayman. Desam, siz o'lsangiz men ham o'laman buvi. O'shaning uchun siz davolanishingiz kerak dedi. Keyin
shu balani nimasi bilan davolanishga o'tdim. Mana shu bala hozir mana 12-1gacha er-xotin bu yerda o'tiradi, menga qiladigan narsalarni qilib berishadi, ovqatni blenderdan o'tkazib yegizishadi, dorilarimni ichkizishadi. Ne sal o'zimga kelganni nokni qirg'ichdan mayda tomonidan o'tkazib, uni yegizib 12-1da ikkala er-xotinni chiqarib yuboraman. Ikkovimiz shu yerda yotamiz nevaram bilan. Birdan keyin qayt qilishni boshlayman. Jinday qayt qilaman. 5:30da lekin mana shu 60 plusda ichishni boshlaganimdan keyin haligi nimalar tushishni boshlaydi. Zahar zaqumlar tushadi. Haligi nimani hayron qolasiz, limfani tushishini. Mana shu qo'lim barmog'ida limfa tushadi. Uning ichida har xil narsalar bor. Ichi zangor suyuqlik bilan to'la. Og'ir narsa ichimdan uzilib tushadi. Ne o'zimga kelaman, darrov nima pistani chaqib, po'stilarni olib, nimada tuyib, shuni yegizadi. Kechasi ham uxlamaydi shu bola. Hozirgi paytda shu mahsulot iste'mol qilganingizdan keyin o'zingizda qanaqa ko'proq o'zgarish sezdingiz ona? Mahsulotni boshlaganimdan keyin 8-kuni, 8-kungacha hech narsa sezmadim. 8-kuni butun badanimda qizish boshlandi. Og'riqlarim kuchaydi. Boshimda shunaqangi og'riq bo'ldi. Bu boshimdagi og'riqqa chidamay, hattoki dodladim. Shunaqangi kuchli og'riq bo'ldi. Mana u tush sohamda hozir 64 millimetrlik o'simta bor. Mana shu o'simtani ustida atski bo'ldi. Shu 8-kuni o'zimni qo'yarga joy topolmayman, bular ham kirib ketolmaydi. Shu soat 2gacha mana shunaqa qilib to'lg'andim. Og'riq juda kuchli. Keyin azonga borib 3 ta nima tushdi. Limfa tushdi ichimda. Haligindan keyin sal yengil tortib, keyin uxlab qoldim. 5:30da ichardim mana halilarni. Bomdodgacha ichib olsam, orada 1 soat oraliq masofa bo'ladi. Shunda suyuq bir piyola manni kasha qilib berishadi. Shuni ichib olaman, jinday kuchga kiraman degan maqsadda. Oraliq masofa bo'lmasa bo'lmaydi deb 5:30da ichaman, bomdodda o'qiyman. 9 kun mana shunaqangi holat bo'ldi. Muhammad Sodiqmisiz desam, men nimaman dedingiz? Abmenman dedingizmi? Yusufbekman dedim. Keyin o'sha siz bilan gaplashganimda holatim yomon edi. Yaxshi basman dedim. Ertasiga holatimda уже yaxshilanish boshlandi. Oyog'imda jinday kuch paydo bo'ldi. Keyin ovqat yesam, ovqatlarda ta'mini birozgina sezadigan bo'ldim. Lekin blendersiz yeyolmayman o'shanda ham. Yana 4-5-kunlari mana bu yerga tombaqa bu yoqdan bu yoqqa o'tgan. Mana bu bezim shu tarqayapti. Qo'llarimda kuchli og'riq, ikkala qo'limda ham mana hozir ham bor, lekin kuchli emas. Shu bez shunaqangi bir nimangi og'riq berdi. Og'riqdan keyin jinday tinchlandim. Holatim sal yaxshilangandek bo'ldi. Men aytdim, nima bo'ldi desam, bezda nimasi manetga keldi. Mana u qo'limi nimasiga. Ha, demak, manaqa ketyapti ekan bu bez dedim. Ertasiga yana holatim yaxshilandi. Ovqat so'radim, lekin ovqatni yeyolmayapman. Chunki hali bu yerda yaralar juda ko'p. Yo'llar hali ochilmaganda yaxshi. Og'riqlar ko'p. Endi mana 3 kundan beri mana nimani tashamayapman. Ovqatlarim faqat yotkizilgan holda kichkina qoshiqchada, qoshiqda 3da berishadi. Shuni yeb yutib olaman ovqatni. Lekin holatim ancha yaxshi. Oldingiga nisbatan. Bunaqa o'tirolmas edim. Bunaqangi holatlarim yo'q edi. Juda kuchli holatlar bo'lgan. Butun mahalla mana shu yerda o'tirgan, yig'i-sig'i qilib 31-dekabr 22-yil kundan 16-martgacha chalajon bo'layotganman. Ovqat yemasdan. Hozirgi paytda ona shu Halila mahsulotini iste'mol qilib olganingizga hech afsuslanmaysizmi? Yo'q, afsuslanmayman.
Chunki mana mani jiyanim shu rus tili o'qituvchisi Muhammad Sodiq bilan bir kun burun keldi, holatimni ko'rib keldi, ketdi. Ovqat yeyolmay yotishimni ko'rib ketib, shu Halila mahsulotiga telefon qildi. Muhammad Sodiqqa tushibdi. Rahmat Muhammad Sodiqqa ham baranjiqligimni ko'tardi-da. Nima desam dedim Muhammad Sodiqqa. Keyin apa, pulingiz bo'lmasa, men o'zim yordam qilaman. Hech ham hijolat bo'lmang deb yig'lab telefon qildi. Siz meni ikkinchi onamsiz. Sizga bir narsa bo'lsa men ko'tara olmayman. Chunki hamma maslahatni sizdan olamiz. Siz bizni Anzirat buvimizsiz. Chunki mahalla ham hozir doktor xola deyishardi, hozir Anzirat buvi deyishadi endi. Chunki kelgan odam maslahatga keladi. Hozir endi mana yana bitta Halilani yaxshi tomoni boshimda mana shunday, mana shuna joyda soch bo'lmagan. Shu sochlar chiqdi. Har uch oyda Farhodjon sochimni oladi. Chunki bezlarimga ta'sir qilmasin deyman, boshlarda ham bezlar bor. Shu boshimdagi og'riq biroz pasaydi. Og'riqlaringiz qolib, o'zingizda o'zgarishni o'zi his qilyapsiz, xudo His xohlasa. qilyapman. Chunki ko'pchilik insonda baribir borda, yoshi katta insonlarda natija bermaydimi deb o'ylashadi. Misol uchun aytaylik, ko'pchilik mijozlar bilan gaplashganimda, Yusufbek, onam yoshi 60 da yoki 65 da, yoshlari yoshi katta, endi yordam beradimi degan savol juda ham ko'p bo'ladi-da. Mana inshaalloh o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Ko'z tegmasin. Bundan da yaxshi natijalarga erishing, bundan da chiroyli bo'lib, sog'lom bo'lib, mahallani ko'rklatib yuring har doim. Sizni hozir ozgina hayotingizni qisqacha gapirib berdingiz. Juda ham kuchli ayol bo'lgan ekansiz. Hozirgi paytda shu kasallik bilan kurashayotgan ayollarga agar qanaqadir ikki og'iz so'zingiz bo'lsa aytsangiz, shu kasallik, ya'ni onkologik kasallik bilan kurashayotgan ayollarga ikki og'iz qanaqadir motivatsiya uchun so'z aytsangiz degandim. Avvalambor mana shu xalqimiz shuni tushunib yetinglarki, Halila mahsulotiga ixlos qilinglar. Avvalo o'zlaringga ishoninglar. Qolaversa, Halila mahsulotini iste'mol qilishda ixlos bilan ichinglar. Chunki ixlosda gap ko'p ekan. Ixlos qilgan insongina bir narsaga erishar ekan. Mana men 72 yoshda bo'lishimga qaramasdan metastazlarim ko'p, 6 ta 7 ta joyga metastaz bergan, shu kasallik bilan kurashyapman. Demakki, meni shuncha metastazim bilan kasalligim mana oldinga siljiyapti, surilyapti, tuzalishga kelyapman. Inshaalloh. Demakki, Halila mahsuloti juda yaxshi mahsulot ekan. Mana yana bitta narsa aytishim kerak sizlarga. Tabobat olamini sultoni, bilasiz, Asqarov Ibrohimjon akani. Eshitganman ular haqida ham. Shu inson Jalaquduqda nima ochganlar. Bordim, gaplashdik. 1,5 soat o'tirdik birga. O'zlarining kitoblarini sovg'a qildilar. Men sizdaqangi hech kim bilan bunaqangi uzoq muloqot qilmagan edim deb o'zlarining kitoblarini olib chiqib sovg'a qildilar. Men aytdimki, Ibrohimjon aka, nima qilsam tuzalishdi. Mana shu nabiram uchun tuzalishim kerak, ikkala nabiram uchun. Chunki meni hayotda topganlarim shular dedim. Desam, u kishi aytdilarki, tuzalasiz. Dedilar, Majmui Rahmoniyni ko'p ichib yubordim. Shuni asoratida ko'zim xiralashib, hozir yaxshi ko'rmayman ko'zim. Endi aytmoqchiman, mana shu xalqimizga shu 7 ta 8 ta joydagi metastaza bilan men tuzalyapman. Harakat qilinglar, ixlos bilan ichinglar Halila mahsulotini. Qolaversa, mana shu 10-tabiblardan men shifo topdim. Ham bulardan insoniylik topdim. Insonga bo'lgan mehrni topdim, muhabbatni topdim sizlardan. Rizo bo'lsin. Chunki meni Muhammad Sodiq ham andusha eshitdi. So'kib tashlagan paytlarim ham bo'ldi. Chunki jonim og'rib, Shunaqa. chunki meni xarakterim odamni betiga qarab aybini aytaveraman. Endi baribir hozirgi paytda bu narsa bilas, bu kasallik yosh tanlamaydi.
To'g'ri. vaqt tanlamaydi, sharoit tanlamaydi. Hozirgi paytda juda ko'p ayollar bor bu narsa bilan kasallangan. Kimnidir puli yetsa, kimnidir ruhiyati yetmaydi, sabri yetmaydi. To'g'ri. Kimnidir sabri yetsa, kimnidir puli yetmasligi mumkin, vaqt yetmas. Hammada har xil. Shu insonlarga misol uchun, shu ayollarga misol uchun men shuncha yillar mahalla komitida ishlaganman do'stsiz. Shu ayollarga qanaqa shu agar ikki og'iz so'zingiz bo'lsa, hayotga misol uchun kurashish uchun sizni ko'rishadi baribir, sizni eshitishadi. Sizdan kuch olishsa agar shu ayollarga ikki og'iz so'zingiz bo'lsa, shu kasallik bilan aynan kasallanib qolgan ayollar uchun. Hurmatli ayollarimiz, meni sizlarga aytadigan gapim, har doim o'zingizga ishoning, o'zingizda kuch toping. Faqatgina oilangizni sog'ligi uchun, oilangizni kelajagi uchun ayol yo'q xonadonda hayotda yo'qligini sizlar tushunishlaring uchun men sizlardan o'tinib so'rayman. Albatta bir yilda bir marta shifokor ko'rigidan o'ting. O'zingizni ko'krak bezlaringizni doimo palpatsiya qilib yuring. Qachonki shu ko'kragingizda jindakkina bezcha paydo bo'lsa ham shifokorga murojaat qiling deyman. Chunki oilani erkak bosh bo'lsa, ayol bo'yin. Ayol uyda tinchligini, xotirjamligini, oziq-ovqatlarni ayol qiladi, erkak qilmaydi. To'g'ri. Shuning uchun birinchi o'rinda ayollarimiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringga e'tiborsiz bo'lmanglar. Joningiz sog' bo'lsin. Shu mahsulotni ishlab chiqargan, olib kelgan insonlarni bir o'zingiz duo qilib bersangiz ona. Ilohim, shu mahsulotni tashkillaganlar, tashkilotchilar, o'sha yurtlardan olib keladiganlar, tabiblarimiz, bitta call centerda ishlayotgan hamma insonlar sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, oilasi bilan tinch bo'lsin. Doimo sizlarni omad quvlab yursin. Omadlaringni bersin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Faqatgina insonlarga yaxshilik ulashib yuringlar. Sog' bo'linglar, oilalaring tinch bo'lsin. Sizlar 90 yosh kirganingiz ilohim kelib, oldingizda turish, tabriklash nasib qilsin bizga ham. Joningiz sog' bo'lsin. Hurmatli Halilaning qadrli aziz kuzatuvchilari. Halila mahsulot, nafaqat Halila mahsuloti, avvalambor bilasiz, dard yosh vaqt tanlamaydi. Hozirgi paytda mana 72 yosh onaxonimizda Halila mahsulotini iste'mol qilib, qanaqa natija ko'rganini o'zingizlar ko'rdinglar. Hozirgi paytda Halila mahsulotini iste'mol qilib 65 yosh, 70 yosh, 80 yosh inson bor. Natija beradimi degan savolga javobni hozir oldinglar degan umiddaman. Umringiz uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'linglar. Bizlarni kuzatishni davom etinglar. Yaxshi kunda, yaxshi kayfiyat bilan sizlar bilan ko'rishni nasib qilsin. Salomat bo'linglar.